Ajrimdan keyin erkaklar ayolini, xotinini uy-joy bilan ta'minlashga majburmi? Yokida uy-joy bilan ta'minlamasa ijaraga chiqib ketadigan bo'lsa, agar ayoli ajrashgandan keyin yokida birga yashamayotgandan keyin ayolni ijara xarajatlarini to'lab berishga majburmi? Ayol eridan bolalari uchun uy-joy talab qilishga haqlimi? Uy-joy talab qila oladimi? Yokida ayol eri bilan urushib janjallashib qolgandan so'ng kelin bo'lib tushgan uyiga kirib yashash huquqiga egami? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz mana shu yuqoridagi bir nechta savollarga javob bo'ladi. Ya'ni er-xotinda bir-biri bilan o'rtasida yuzaga kelib chiqqan nizo yuzasidan, uy-joy masalalariga bog'liq bo'lgan muammolar yuzasidan, oila huquqiga doir bo'lgan bir qancha fuqarolarimizdan kelgan mana shunday dolzarb masalalarga, dolzarb savollarga hozir yuqorida javob berib o'tib ketaman. Iltimos videoni diqqat bilan ko'ring va albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Izohlarda holat yuzasidan o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldirib, videoga like bosib qo'ying va keyingi safar bizlar mana shunday video chiqarishimiz uchun sizni obuna bo'lganingiz bizga motivatsiya beradi. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, siz menga obuna bo'lish orqali albatta siz o'zingizning huquqlaringizni o'rganib borasiz. Mendan siz albatta nimadir olasiz. Unutmang, talab qilinmagan huquqlaringiz, bilmagan huquqlaringiz va o'rganmagan huquqlaringiz bir kun albatta sizdan o'ch olishi mumkin. Xo'p, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz, ya'ni uy-joy masalasiga doir bo'lgan er-xotinda o'rtasida kelib chiqqan nizolar yuzasidan. Deylik, misol uchun er-xotin bir-biri bilan tortishib qoldi, janjallashib qoldi yoki o'rtasida bir qanaqadir nizo kelib chiqdi va kelin, xotin o'zini otasini uyiga ketib qoldi. Otasini uyiga ketgandan keyin, misol uchun, agar ayoli talab qiladigan bo'lsa, xotiniga uy-joy olib berishga majburmi? Hozir O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligiga, aynan mana shu O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga va qolgan tegishli normativlarga tegishli tartibda o'zgartirishlar kiritilmoqda va mana shular yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda bir qancha blogerlar "Voy, endi eri uy olib berishga majbur ekan, erkaklar ayollarni uy bilan ta'minlaydi, ajrashib ketgan bo'lsa ham farqi yo'q, deb degan noto'g'ri talqindagi videolar tarqatib chiqaryapti. Xo'p, mana shu masalaga ham bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'zi mana shu masalaga to'xtalsak, deyarli yuqoridagi barcha savollarga javob bo'ladi. Xo'p, o'sha ijtimoiy tarmoqda aytayotgan blogerlarning gapi qanchalik to'g'ri? Birinchi o'rinda shunga to'xtalaylik. Xo'p, u blogerlar O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligini noto'g'ri talqin qilishmoqda. Qonun bunaqa sharhlanmaydi, qonun bunaqa emas. Ularning gapiga ishonib qolib, iltimos siz biror bir yuridik huquqiy harakatni amalga oshirib qo'ymang. Aks holatda o'zingizga nisbatan qanaqadir bir jabr yetkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga rostdan ham o'zgartirishlar kiritilyapti. Shu birinchi masala o'sha o'zgarishlardan kelib chiqqan, ya'ni uy-joy olib berishga majburmi erkak kishi? Tabiiy ravishda ayoliga uy-joy olib berishga majburmi? Buni o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda ota emas yoki da aka emas, bu o'zining nomi bilan Agar er-xotin o'rtasida, deylik, er-xotinlik munosabatlari tugagan bo'lsa, ular o'rtasidagi nikoh bekor qilingan bo'lsa yoki da er-xotin bir-biri bilan, deylik, bir uyda yashamayotgan bo'lsa, qanaqadir nizo sababli xotin o'zini otasini uyiga ketib qolgan, o'zini uyda yashab yuribdi, deylik, o'rtada hali qonuniy nikoh bor, qonuniy nikoh bekor qilingani yo'q. Umuman mana shunday arosatda, ya'ni na yo'li, na buyoqli, na chapga, na o'ngga bo'lgan holatda yurgan holatda ko'pchilik ayollar mana shu savolni berishadi: erimdan uy-joy talab qilsam bo'ladimi? Yo'q. Talab qilsangiz bo'ladi, albatta. Huquqingiz bor. Xohlaganingizsa, xohlasangiz 2 xonali uy-joy, xohlasangiz 3 xonali, xohlasangiz 4 xonali uy-joy eringizdan talab qilish huquqiga egasiz. Bemalol talab qilavering. Lekin eringiz sizni uy-joy bilan ta'minlab qo'yishga majbur emas. Bu narsa eringizni o'zining ixtiyoriga bog'liq. Agar eringiz vijdonli erkak bo'ladigan bo'lsa, o'zi hamma erkaklar vijdonli. Misol uchun deylik, moddiy sharoit agar yetadigan bo'lsa, shu darajada bo'lsa, eringiz qodir bo'lsa, bemalol uy-joy bilan ta'minlab qo'yaversin. Qonun bu narsaga qarshilik qilmaydi. Agar puling bormi, sharoiting bormi, birga yashamayapsanmi, xohlasang o'zingning ehtiyojingdan kelib chiqqan holatda 2 ta 3 ta yashamayotgan uylaring bo'ladigan bo'lsa, bittasini ber xotinga, yashasin mazza qilib, deydi qonunimiz. Lekin qonunimiz Muzaffar, sen xotining bilan ajrashibsan, endi xotiningni uy-joy bilan ta'minlab qo'yishing shart. Mana bu Toshkent shahrida bitta uying bor ekan, Samarqand shahrida bitta uying bor ekan, Ishtixon tumanida bitta uying bor ekan. O'zing Toshkent shahrida yashayotgan ekansan. Ber, noinsof, hech bo'lmasa Samarqandda uyingni. Bermasang borib majburlab olib beramiz deb qonun majburlamaydi. Ya'ni eringiz sizga, deylik, birga yashamayotganingizdan keyin yoki da oilaviy munosabatlar tugab ajrim bo'lgandan keyin uy-joy olib berishga hech qanaqa holatda majbur emas. Bu narsani eslaringizdan chiqaringizlar. Umuman eslaringizdan chiqarib tashlanglar. U blogerlar noto'g'ri talqin qilib,
hammani xayolini chalkashtirib tashladi. Qonunchilik O'zbekiston Respublikasining biror bir kodekslari, biror bir normativlari, biror bir qarorlar hech biri erkak kishiga uy-joy olib berishni majburiyatini yuklamaydi. Agar shunaqa majburiyat yuklaganda O'zbekiston Respublikasida gender tengligi bor. Ya'ni ayollar va erkaklar teng huquqli deb qonunchiligimizda belgilab qo'yilgan. Agar erkak kishi ayoliga uy-joy olib berishga majbur bo'lganda, ajrimdan keyin ayol ham xuddi shunday erkak kishiga uy-joy olib berishga majbur bo'lardi. Qonun mana shu narsaga ham ayolni majburlardi, erkakni qanday majburlagani singari. Bizda gender tengligi bor. Bu ayol kishi nozik, ayol kishi nima deydi, tabiatan yumshoq, misol uchun ayol kishi ojiza degan narsalar qonunchilikda emas. Bu islom ta'limotiga ko'ra, bizning e'tiqodimizga ko'ra, dunyo qarashlarimizga ko'ra shakllangan tushunchalar bor. Qonunchilikda ayol ham, erkak ham teng huquqli deyilgan. Majburiyatlar ham teng, burchlar ham teng. Endi burchlar ayrim joylarda, majburiyatlar ayrim joylarda oz-moz farq qilishi mumkin, lekin qonun nuqtai nazari bilan qaraganda erkak kishi bir xalta unni ko'tarsa, ayol kishi ham bir xalta unni ko'taradi degan tushuncha yuzaga kelib chiqadi. Ya'ni tengsizlar. Agar erkak kishiga qonunchilik mana shunday uy-joy bilan ta'minlaysan degan majburiyatni yuklaganda edi, ayolga ham xuddi shunday sen ham eringni uy-joy bilan ta'minlaysan degan majburiyatni qonunchiligimiz yuklab qo'yardi. Bunaqa majburiyatni yuklash har tomonlama shaxsni deylik huquqlarini cheklash bo'lib qoladi. Bizlarda bitta oltin qoida borda, huquqshunoslarda, huquqda, o'zi umuman qonunchilikda sening huquqlaring deydi, o'zganing huquqlari boshlanadigan joyda tugaydi deydi. Siz menga misol tarzda tanqidiy fikr bildirishingiz mumkin. Kelyapti, sizni huquqingiz mengacha kelyapti. Lekin sizni huquqingiz meni haqorat qilishgacha bo'lgan joyda tanqidiy fikr bildirish orqali agar meni haqorat qilib qo'yadigan bo'lsa, sizni huquqlaringiz o'sha yerda tugaydi. O'sha sababli hurmatli ayollar, uy-joy olib berish degan tushunchani unutasizlar, buni esdan chiqarasizlar. Qonunchilik erkaklarga uy-joy olib berishni yuklamas ekan. Agar qonunchilik erkaklarga uy-joy olib berishni yuklaganda, buni ayollarga ham yuklar ekan. Xo'p, endi ikkinchi masala, uy-joy talab qilsam bo'ladimi bolalarim uchun? Eng ko'p bizada ayollarimiz beradigan savol mana shu, ya'ni nikohimiz bekor qilindi, bolalarim uchun erimdan uy-joy talab qila olamanmi yoki bolalarim erimning nomidagi uy-joyda haqlimi, borib teng yarmini bolalarim olib qo'ysa bo'ladimi degan savol beradi. Yo'q. Eringiz uy-joy talab qila olmaysiz bolalar uchun va eringiz bolalaringizni, ya'ni bolalaringiz eringiz yashab turgan uyga borib egalik qila olmaydi. Qachonki bolalar haqdor bo'ladi, agar otasi olamdan o'tadigan bo'lsa, otasining nomida biror bir mol-mulk bo'ladigan bo'lsa, bolalar mana shu holatda merosxo'r sifatida otamdan qolgan mana shu uyida, mana shu uyda merosxo'r sifatida meni haqqim bor. Mana shu merosdagi meni haqqimni beringizlar deb o'zini merosdagi ulushini talab qilishi mumkin. Lekin eringiz tiriklik paytida u bolalaringiz borib, bu meni uyim, meni haqqim bor deb ayta olmaydi. Bu narsani aytishga bolalar haqqi yo'q. Chunki mulk huquqi hozir faqatgina eringizda turibdi. Qachonki mulkdor eringiz olamdan o'tadigan bo'lsa, bolalar o'sha holatda borib otasidan qolgan uy-joyga merosxo'r sifatida egalik qilishi mumkin va bolalarga siz uy-joy talab qila olmaysiz. Bu talabingiz qanoatlantirilmaydi. Faqatgina uy-joy talab qilish qachon qanoatlantirilishi mumkin? Qachonki er-xotin o'rtasida o'sha qonuniy nikoh qayd etilgandan keyin biror bir nikoh davomida mol-mulk orttirgan bo'lsa, deylik uy-joy, turar joy, noturar joy, bir bino inshoot yokida bir ko'char ko'chmas mulk, avtomobil bo'lishi mumkin, do'konlar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash biror bir mulkiy tusdagi mol-mulklar orttirilgan bo'lsa, mana shu holatda nikoh bekor qilingandan so'ng yoki bekor qilinish arafasi er-xotinning birini talabiga ko'ra sudga ariza berilib, nikoh davomida orttirilgan mol-mulklar teng er-xotin o'rtasida ikkiga bo'linadi. Mana shu holatda siz o'sha mol-mulklardan o'zingizni ulushingizni talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nikoh davomida orttirilgan mol-mulkni teng yarmida ayol haqdor hisoblanadi. Agar nikohlaringiz davomida bitta uy-joy orttirgan bo'lsangiz, o'sha uy-joy teng o'rtasida bo'ladi. Moshin bo'lsa, moshin, ikkita bo'lsa, ikkita, bitta erga, bitta xotinga. Hattoki bitta gugurt cho'p donasini ham agar nikoh davomida orttirgan bo'lsangiz, shuni o'rtasidan sindirib er-xotinga bo'lib beriladi. Shunaqa uy-joy talab qila olmaysiz. Bolalaringizga ham, o'zingizga ham talab qilgan taqdiringizda ham baribir talabingiz qanoatlantirilmaydi. Endi xo'p, ijara xarajatlariga to'xtalaylik. Va kelin bo'lib tushgan uyga kirsa bo'ladimi? Xo'p, kelin bo'lib tushgan uyga kirsa bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra, milliy qonunchiligimizda belgilab o'tilgan, agar siz kelin bo'lib tushgan uyingizdan chiqib ketganingizga 6 oydan ko'p bo'lmagan bo'lsa, sudga ariza berib,
o'sha kelin bo'lib tushgan uyingizga kirishingiz mumkin. Qarang, misol uchun deylik, eringiz bilan tortishib qoldingiz, janjallashib qoldingiz, o'rtada qanaqadir bir nizo kelib chiqdi. Mana shu nizo tufayli siz deylik 2026-yil 1-yanvar kuni eringizni yashash xonadonidan chiqib ketdingiz, kelin bo'lib tushgan yashash xonadoningizdan. Qaytib bordingiz, u yerga kiritmadi fevral oylarida. Mart oyida yana qaytib bordingiz, kiritmadi. Siz aprel oyida murojaat qilsangiz, sud sizni talabingizni qanoatlantirib berishi mumkin. Lekin siz chiqib ketganingiz 1-yanvarda, oktyabr, noyabrga borib men kelin bo'lib tushgan uyimga kiraman deb sudga ariza beradigan bo'lsangiz, siz da'vo qilish muddatini o'tkazib yuborganligingiz sababli sud sizni da'voingizni qanoatlantirib bermasligi mumkin. Faqatgina uzrli holatlar bo'ladigan bo'lsa, sud o'sha murojaat qilmaganligingizni uzrli deb topadigan bo'lsa, mana shu holatda sud sizni talabingizni inobatga olib muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz ham qisman keyinchalik qanoatlantirib berishi mumkin. Endi bu juda ham qiyin masala, muddatni o'tkazib yuborish. Ya'ni o'sha 6 oy ichida kelin bo'lib tushgan uyingizdan chiqib ketganingizdan ko'p bo'lmagan muddat ichida sudga ariza berib murojaat qiladigan bo'lsangiz, kelin bo'lib tushgan uyingizga kiritib qo'yish so'rab, sud kiritib qo'yadi va bemalol o'sha uyda foydalanishingiz, yashashingiz mumkin bo'ladi. Endi ijara xarajati mana shu yerda yuzaga keladi, qarang. Ijara xarajatini qachon eringiz to'lab beradi? Qachonki mana shu kelin bo'lib tushgan uyingizdan chiqib ketganingizdan keyin o'sha uyga kirish bo'yicha eringiz kiritmasa, sudga ariza berasiz. Sudga ariza berganingizdagi sud da'voingizni qanoatlantirib beradi. Sud qarori qonun kuchga kirgandan keyin ijrochilar sizni va sud qarorini olib eringizni o'sha yashash xonadoniga boradi. Ya'ni kelin bo'lib tushgan uyingizga borib, sizni o'sha uyga kiritadi. O'sha holatda agar eringiz yo'q, to'xtang. Men bu ayolni bu uyga kiritmayman. Bu ayol bilan men bitta uyda yasha olmayman. Borsin ana ijaraga chiqib ketsin, ijara xarajatini to'lab beraman desa, ya'ni o'sha kelin bo'lib tushgan uyingizga kirishingizga eringiz qarshilik qiladigan bo'lsa, mana shu holatdagina eringiz ijara xarajatini to'lab berishi mumkin. Lekin kelib ijrochi bilan bordingiz, sud qaror chiqarib bergan, eringiz uyga kirish uchun eringiz bo'ldi, kiraversin deb eshikdagi katta qilib ochib beradigan bo'lsa, ushbu holatda ijaraga chiqib ketaman men, ijara xarajatini to'lab berishan desangiz ham u talabingiz qanoatlantirilmaydi. Kelin bo'lib tushgan uyingizga kirganingizdan keyin o'sha yerda yashayverasiz. Agar kiritmasa eringiz mana shu holatda ijara xarajatingizni to'lab berishi mumkin yoki o'zini xohishiga ko'ra, agar eringizni moddiy sharoiti bo'lsa, sizga biror bir uy-joy olib berishi mumkin bo'ladi. Xo'p, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, demak, erkak kishi uy-joy olib berishga ayoliga majbur emas ekan va qonunchilik bu narsani majburlamas ekan, bu ixtiyoriy ekan. Erkak kishi o'zi xohlasa olib berar ekan. Ijara xarajatlariga keladigan bo'lsak, agar kelin bo'lib tushgan uyingizga eringiz kirib yashashingizga qarshilik qiladigan bo'lsa, kirishingizga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, mana shu holatda eringiz ijara xarajatlarini to'lab berishi mumkin, ya'ni to'lab berish majburiyati yuklatilishi mumkin yoki agar ixtiyorida bo'ladigan bo'lsa, biror bir uy-joyni sizga berishi mumkin. Xo'p, kelin bo'lib tushgan uyga kirish masalasi esa o'sha uydan chiqib ketganingizdan 6 oydan ko'p bo'lmagan muddat ichida sudga borib da'vo kiritadigan bo'lsa, sud talabingizni qanoatlantirsa, mana shu holatda kelin bo'lib tushgan uyingizga kirib yashashingiz mumkin ekan va bolalar uchun uy-joy talab qilish esa ota o'lmaguncha hech qanaqa uy-joy talab qila olmas ekansiz va bolalar otani nomidagi uy-joyda haqdor emas ekan. Qachonki otasi olamdan o'tadigan bo'lsa, keyin haqdor hisoblanar ekan. Hurmatli vatandoshlar, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldirishlaringizni so'rayman va obuna bo'lib, like bosib, videoni kerakli insonlarga yuborib qo'yishlaringizni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Chunki sizlar obuna bo'lsalaringiz, like bosib, izohlarda qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, bizlarni shunga yarasha ishlashga bo'lgan energiyamiz oshib ketadi va yanada sizlarga yangi ma'lumotlar berishga va kommentariyada o'sha fikrlaringiz yuzasidan yangi videolar tayyorlab borishga harakat qilgan bo'lardik. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.